Assalomu alaykum, Big Fishing YouTube kanali obunachilari, baliq ovish bozori. Mana shu ko'rayotgan ko'l, bu ko'l 1, mana bu ko'l 2, buni yog'idagi ko'l 3. Naryoqda yana bitta katta ko'l 4. Big Fishing qachon ko'l ochar ekan deb so'raganlarga, kutayotganlarga mana ko'l. 4 ta ko'lni ochib qo'ydik do'stlar. 4 ta ko'l Yormozorda yangi ko'l. 4 ta ko'lni ochib qo'ydik, kelib mazaqli ovli qilaverasizlar. 250 kilo baliq tashadik. Bugun yana 200 kilodan atrofida baliq tashlaymiz. Mana sizlarga yangi ko'l. Kelinglar, mazaqli ovli qilinglar. Xudo xolasa, afrikanskiy laqqa, ilonbosh, amur, karas, sazan, zirkalni karp hamma baliqdan tashlanadi. Do'stlar, kelaverasizlar. Men nomerimni bilasizlar. Bilmaganlarga yana bir men qaytarib aytib qo'yaman. Videoning oxirida qo'yib qo'yiladi. 90 563 26 29 do'stlar, kelaverasizlar. Mana ko'llar. Bu bitta ko'l. Mana qo'shilgan ikkinchi ko'l, naryoqda 3-ko'l. Naryoqda bitta katta 1 gektarga yaqin 4-ko'l. Kelinglar, mazza qilib dam olib ketasizlar.